mana bu yerda digger yoki good like yoki hop Victory deb yozib ko'raylik. Victory. Mobile Legends'ni bilamiz. Masalan, qolib bo'lsak, Victory yozuvi kelib chiqadi. Mana bu yerda Victory yozuvi kelib chiqadi. Yoki bizda qanaqa mashhur o'yinlar bor? Masalan, PUBG bo'lishi mumkin, yoki boshqa bir o'yin bo'lishi mumkin. O'sha yerda bizda qanaqadir yozuvlar bo'ladi. Masalan, mana bu yerda masalan yozuv bor. Keyin masalan bu yerda yozuv bor, bu yerda yozuv bor. Kimdir yutsa, hammasi shu qanaqadir yozuvlardan iborat. Bizga qanaqadir yozuv chiqarib beradi. Xo'p, o'shaning yozuvi Victory. Xo'p, bu yerda qora ekranni o'chirib turamiz, boshqadan ishga tushiramiz. Mana bizda nima yozib keldi? Victory deb yozib